Assalamu alaikum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sayfimiz sizlarga bu hafta jarayonida yuz bergan muhim voqealarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. Dünya Uyg'ur qurultayı raisi Rabia Qadir xonim Wall Street Journal gazetida maqola e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan siyosatlarini aybladi. Maqolaga Uyg'ur yozuvchilar jimiqtirilmoqda deb mavzu qo'yilgan. Rabia Qadir xonim maqolasida yaqinda jazoga tortilgan jurnalist G'ayrat Niyoz va Dilshod Parat qatorliq to'g'ri saytlarining turmaga ilinish voqealari haqida to'xtalgan. Bu xil voqealarning Uyg'urlar uchun yangilik emasligi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni jimiqtirish siyosatini izchil yurgizib kelganligini bayon qilgan. Rabia Qadir xonim maqolasining oxirida xalqaro jamiyatni Uyg'ur masalasiga ko'proq ko'ngil bo'lishga chaqirgan. Chaqiriqnomada Dilshod Parat, Nurali va Nijat Azad qatorliq to'g'ri boshqaruvchilari vijdon mahbuslari deb atalib, ularning adolatsiz sotlanganligi va ustidan haqsiz hukm chiqarilganligi bayon qilindi. Mazkur tashkilot dunyoning har qaysi joylaridagi a'zolari va tarafdorlariga xitob qilib, ularni Dilshod Parat qatorliq vijdon mahbuslarining qo'yib berilishi uchun Xitoy hukumatining munosabatlik doir organlariga xat yozish va telefon qilishga chaqirdi. Chaqiriqnomada 5-iyul voqeasining bosh oxiri va Uyg'ur rayonining navbatdagi vaziyati haqida ma'lumotlar berildi. Markaziy Nyu-Yorkdagi muxbirlarni qo'g'dash komiteti Uyg'ur jurnalist G'ayrat Niyoz va Dilshod Parat qatorliqlarning jazolanganligiga qarata bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarning fikr erkinligini bo'g'ayotganligini ko'rsatdi. Muxbirlarni qo'g'dash komiteti Osiyo bölümü xodimi Bob Deitz bularga artilgan jinoyatning siyosiy jinoyat ekanligini bildirdi. Muxbirlarni qo'g'dash komiteti bu vaqt e'lon qilgan bayonotida Xinjiang va Urumchining bir qism joylarida yuz bergan namoyishlardan keyin 1 yil o'tgandimi, Xitoy Uyg'ur ovozini jimiqtirishni davom qilmoqda deb ko'rsatdi. Arabistonda yerlashib qolgan Uyg'urlar Uyg'ur o'quvchi qizlarni mukofotlash murosimi o'tkazdi. Murosim 2010-yil 17-iyul Saudiya Arabistonining Makka shahrida o'tkazildi. Murosimda har qaysi maktablarda alayda utuq qozongan Uyg'ur qizlari mukofotlandi. Bu xildagi mukofotlash murosimi Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlar tunji qitim o'tkazgan murosim hisoblandi. Murosimga Saudiya Arabistonining Jidda va Makka shaharlaridan kelgan 500 dan ortiq xonim qizlar ishtirok qildi. Murosim Uyg'ur farzandlariga Uyg'ur urf-odatlari, to'y-to'kin qoidalarini o'rgatish, Uyg'ur tiliga ahamiyat berishning zarurligini bildirish va ularga ona vatanni unutmaslikni tavsiya qilish maqsadida o'tkazilgan. Turkiyada 2010-yili Eysa Yusuf Olib tekin faoliyatlari nomida musobaqa o'tkazildi. Musobaqa 7-oyning 10-kunidan 28-kunigacha Qaysariyda olib berildi. Faoliyatni Sharqiy Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati uyushtirgan. Bu musobaqa yozliq ta'tildan foydalanib, Uyg'ur yosh o'smirlarga Uyg'ur tarixidagi muhim shaxslarni o'rgatish va ularni milliy ruh bilan tarbiyalash maqsadida uyushtirilgan. 7-oyning 28-kuni faoliyat oxirlashgandan keyin natija qozongan o'quvchilarga medal berish murosimi o'tkazildi. Murosimda Dünya Uyg'ur qurultayı muavin raisi Sid Tumturk efendi so'z qildi. 2010-yil 8-oyning 1-kuni Gollandiyadagi Alg'ibas yoshlar klubining o'rinlashtirishi bilan Belgiyada yashayotgan Uyg'ur futbol havaskorlari taklif qilinib, bir maydon do'stlik musobaqasi uyushtirildi. Faoliyat Gollandiyaning Indofon shahridagi bir tantarbiya klubida o'tkazilgan bo'lib, Gollandiya va Belgiyadan kelgan 100 dan ortiq qarindoshlar qatnashdi. Musobaqa oxirlashgandan keyin shu yerga yaqin bir dalada ziyofat berilib, ikki davlatdagi vatandoshlarning kelgusi ittifoqligiga umid berildi. Faoliyatga Germaniyada turishliq Dünya Uyg'ur qurultayı yoshlar komitetining raisi G'ayur Apandi va Gollandiyadagi Uyg'ur jamiyatining rahbarlari ishtirok qildi. O'tgan oyda Belgiyadagi Uyg'urlarning taklifi bilan Gollandiyadagi yoshlar Belgiyaning Bryussel shahrida o'zaro uchrashib, do'stlik musobaqasi o'tkazgan edi. Qashqar viloyati Kon Sharnoyisi bu yil ichida 10 mingga yaqin emgak kuchini tarbiyalagan. Bular emgak kuchlarini sirtlarga o'tkazish siyosati bo'yicha tarbiyalangan. Qashqar hukumat xabarlari to'g'rida ko'rsatishicha, tarbiyalash markazlari Kon Sharnoyilik emgak kuchini sirtga o'tkazish ishxonasining boshqarishida bo'lib, bu yil ichida jami 9474 odam tarbiyalangan. Xabarda ko'rsatishicha, mazkur tarbiyalash markazi bu yil jami 8 qitim tarbiyalash ilib borgan.
Halbuki bu jarayonda qanchalik o'g'il va qanchalik qiz kursantning tarbiyalanganligi haqida aniq ma'lumot berilmagan. Xabarda berilgan rasmga qaraganda tarbiyalash sexidagi kursantlarning hammasi yosh Uyg'ur qizlari ekan. Xitoy hukumati 2004-yildan buyon Uyg'ur elida eshinchi emgak kuchlarini sirtqa o'tkazish siyosatini yo'l qo'ygan va asosli Uyg'ur qizlarini Xitoy o'liklarga o'tkazgan edi. Mazkur siyosat Uyg'urlar orasida kuchli norozilik qo'zg'agan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati Tokioda ishxona ochdi. Mazkur ishxona Uyg'ur davosi bilan birlikda Yaponiyadagi Uyg'urlarning amaliy masalalarini hal qilish maqsadida ochilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi İlham Mahmud Efendi bu ishxonani muqim va faoliyatlarini texmi jonlantirish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi bo'libmi Yaponiyadagi Uyg'urlarning yaqindan qo'llashini talab qildi. İlham Mahmud Efendining bildirishicha, Yaponiya Uyg'ur jamiyati yaqinda Yaponiyadagi munosabatlik arboblar va Uyg'ur davosiga yaqindan ko'ngil bilayotgan kishilarni taklif qilib, ishxonaning ochilish marosimini o'tkazdi ekan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati 2008-yili qurilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tdik. Kelar juma kuni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xushvaqt bo'linglar.